Kiberxavfsizlik fakulteti 3-bosqichda tahsil olyapman. Axborot kommunikatsiyalar sohasida iqtisod va menejment fakulteti 4-bosqich talabasiman. Kiberxavfsizlik fakulteti 3-bosqich talabasiman. Kiberxavfsizlik fakulteti 2-bosqich talabasiman. Sizningcha, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi stipendiyani qo'lga kiritishda eng muhim omil nima? Tanlov jarayonida o'qishdagi natijalarim, ilmiy va loyihaviy ishlanmalarim baholandi. Avvalo hujjatlar topshirdim, so'ng suhbat va saralash bosqichlaridan o'tdim. Ushbu stipendiyaga sazovor bo'lish uchun yuqori GPA ko'rsatkich ballariga ega bo'lish, xalqaro til sertifikatlariga ega bo'lish va bundan tashqari turli xil maqola va tezislar chop etish kerak. Ushbu stipendiyaga erishishda GPA ko'rsatkichimni baland saqlagan holda maqolalar, tezislar va uslubiy qo'llanmalar ustida tinimsiz ishlash orqali erishdim. Menga bu stipendiyani yutishda avvalambor oyim yordam berdilar. Ya'ni o'zimga ishonmagan edim. GPA ballim baland bo'lgani bilan va xalqaro sertifikatlarim bor bo'lgani bilan o'zimga ishonmaganim sababli topshirmoqchi bo'lmaganman. Ushbu stipendiyani olish sizning o'qishingiz va ilmiy izlanishingizda qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu stipendiya menga eng avvalo ishonch va motivatsiya berdi. Ilmiy izlanishlarimni yanada rivojlantirishga turtki bo'ldi va o'z ustimda ishlash kerakligini chuqur his qildim. Ushbu stipendiyaga hujjat yig'ish jarayonida men ko'plab fakultetlararo do'stlar orttirdim va bu menga networkingni oshirishda yordam berdi. Bundan tashqari ushbu stipendiya menga turli xil konferensiyalarda ishtirok etish imkoniyatini yaratdi. Ushbu stipendiya menga nafaqat pul miqdori, balki professional mutaxassislar bilan ishlash mumkin bo'lgan muhit hamda ilmiy izlanishlarimga bo'lgan intilishni yana ham oshirdi. Bu stipendiyani yutganim avvalambor o'zimga bo'lgan ishonchni oshirdi va boshqalarga o'z salohiyatimni ko'rsatdi. Birinchi bosqich talabalariga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Eng muhimi vaqtni qadrlang. Har bir imkoniyatdan foydalaning. O'qish, ilmiy faoliyat va loyihalarda faol bo'ling. Har bir yutuq kelajakdagi muvaffaqiyatning boshlanishidir. Birinchi kurs talabalariga hozirgi kunda o'tilayotgan barcha fanlarni yaxshi o'zlashtirishlarini va bundan tashqari turli xil chet tillari va fan to'garaklarida faol ishtirok etishlarini maslahat beraman. Shuningdek, universitetimiz hududida o'tkazilayotgan turli xil fan ko'rgazmalari va to'garaklar va bundan tashqari sport musobaqalarida faol ishtirok etishlarini maslahat beraman. Birinchi kurslarga maslahatim, darslarni o'tkazib yubormang. Yo'qsa keyinroq o'qiyman degan gap sizni 4-kursgacha ta'qib qiladi. Birinchi kurslarga maslahatim katta maqsad qo'yish. Ya'ni maktabda o'qiyotgan bolalar ko'pincha universitetga kirishni maqsad deb biladi va universitetga kirgandan so'ng sessiyalardan o'tish maqsadga aylanadi. Lekin maqsadlarni kattaroq qo'yish kerak. Hattoki Muhammad al-Xorazmiy nomli stipendiyasini yutish shunchaki boshlanish bo'lishi kerak.